18 sentyabr 2025-yilda soat 18:10 Mening yurtim telekanalida Qodirxon Dil yarasi ning 9-mavsumining 122-qismi chiqadi. Bu epizod millionlab tomoshabinlarni rom etgan hikoyani davom ettirib, kuchli his-tuyg'ularni va'da qiladi. Men uni intiqlik bilan kutayapman, chunki serial oilaviy drama, romantika va ijtimoiy ziddiyatlarni ustalik bilan birlashtiradi. Qodirxon boshidanoq o'zbek an'analari va hayotning real tasviri bilan meni o'ziga tortdi. Qahramonlar, ehtiros va umidlari bilan haqiqiy odamlar ko'zgusi. 9-mavsumda syujet murakkablashmoqda, munosabatlar esa ta'sirliroq. 122-qism kechirim va xiyonat mavzusini chuqurlashtirib, sevgi yaralarini davolaydi. Aktyorlar ajoyib o'ynaydi, his-tuyg'ulari ekran orqali jonlanadi. Rejissyorlik zo'r, dinamik sahnalar lirik lahzalar bilan almashadi, soundtrek esa iliqlik qoldiradi. Bu serial shunchaki o'yin-kulgi emas, balki hayot saboqlari hikoyasi. U oilani qadrlashni va yaxshilikka ishonishni o'rgatadi. Ssenaristlar drama va optimizmni muvozanatlashtirib, melodramaga tushmaydi. Har bir qism o'ylashga majbur qiladi, bu Qodirxonni o'ziga xos qiladi. 122-qismni o'tkazib yubormang, u taassurotlar va yangi fikrlar beradi. Serial yaxshilanmoqda va bu mavsum o'zbek televideniyasi tarixida muhim bo'ladi.